Vafot etishing bilan dastlab noming unutiladi. G'assol kelib jasad qayerda deydi. Mansabingni ham, nasabingni ham, hatto nomingni ham so'ramaydi. Janozangni o'qishdan oldin imom marhumning yoshi nechida edi deydi. Mansabingni ham, nasabingni ham, hatto nomingni ham zikr qilmaydi. Keyin tobutni ko'taringlar deyiladi. Bunda ham na mansab, na nasab va na noming eslanadi. Tobut bo'ladi balki isming. Mayitni qabrga qo'yinglar deyishadi so'ngida. Nomingni eslashmaydi. Mayit sening noming u yerda. Shunday ekan, zohiriy narsalar ila g'ururga ketma. Dunyoga sarmast bo'lma. Men falonchiman deya kekkayma. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar kun kelib noming bilan chaqirishmaydi.